Aylanıp iş kuxnyasini taxlib berar ekan bu qiz. Jonlarimiz dek ketdi deb turibsizlar qizlar, jonlar meni jonim nerda, yuraklarimdan o'tib ketgan bu kuxnyani uborkasi. Hamma yerlaringizni bir marta taxlab turib, ertangi kuni orqaga yurishlaringiz mumkin, lekin kuxnyani taxlagandan keyin yarim soat ham yetmaydi. Yarim soatdan keyin hamma yerni bardak chiqadi. O'qishga ketmasdan tayyorlab ketgan ovqatnoma posudalar hammasi meni mo'ltillab kutib turibdi o'qishdan kelinchama. Keldim, shartta tatib shulan posudalarni yuvdim, arada somsa jonlar ham qarab berdim. Bir listni somsani dikdimdan 3 posudalarni shaqirdatib yuvib tashladim. Молодец, hamma ishlaringizni ataverasiz. Baloz indamasa kerak deb o'ylab turgan qizlar, ina balam ixtirolari. Rengin kirna qara rengini. Makka. Bola bo'lsa sho'x bo'lsin, bo'lmasa yo'q bo'lsin degan naql aniq hamma bolalar deyishli bo'lsa kerak. Inaman yandan taxlib beraman, bu bola yandan gullarini chiqarib, tappa yaratib beraveradi. Bola bir yon ish bir yon deganlarning hamma narsani bir maromanda olib bormasang, darrov bir yerlardan gap so'zlar ham topiladi. Agar shunday ishlatib turgan vaqtingda sekundda agar bolani ko'zlaringdan salkina qochirsang, bir yerlarni chiroylatib sana taxlab berib, gaplarni ham chiroylatib taxlatib eshittiradi. Bola chikim bahona deb o'tiraversak, hech yerimizda ishlar ham bitmayacak. Qozonimizda ovqatlarimizni birov kelib pishirib berarman deb o'zlarimiz aytmasak, hech qaysi ishlarimiz ham bitmayacak. Nolinib qisliqib stressga tushgan bilan bir ishlarimiz bitarmaydi. Qizlar ko'ngilni ko'taramiz va ishlarimizni shartta atamiz.